Кто вы по национальности вы? Спокойно. Спокойно. Нет. Дима, ты... Bugun men siyosat haqida emas, bugun men 10 yoshli bolaning o'limi haqida gapiraman. Rossiyada sodir bo'lgan bu voqea oddiy jinoyat emas. Ma'lumotlarga ko'ra, 10 yoshli tojik millatiga mansub bola 15 yoshli rus millatiga mansub o'smir tomonidan pichoq bilan o'ldirilgan. Bu bola Qobiljon. U oiladagi yagona farzand edi. U musulmon bola edi. Uning orzulari, kelajagi bor edi. Ammo millatchilik deb atalgan zaharli fikr uni hayotini tortib oldi. Bu yerda juda muhim narsani aytish kerak. Bu butun bir millatga qarshi ayblov emas. Bu milliy nafrat bilan zaharlangan ongning jinoyati. Agar biz buni oddiy holat deb qabul qilsak, agar jim tursak, ertaga boshqa begunoh bola ham qurbon bo'ladi. Qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar. Bir ota-ona bor, uyida bitta farzandi bor edi. Endi esa faqat sukunat qoldi. Qobiljonning joyi hech qachon to'lmaydi. Biz nafratni emas, adolatni talab qilamiz. Biz qasosni emas, xavfsizlikni talab qilamiz. Bolalar millati uchun emas, bola bo'lgani uchun himoyalanishi kerak. Agar sen ham bu adolatsizlikka befarq bo'lmasang, kanalga obuna bo'l. Videoni boshqalarga ham ulash. Fikringni izohda yoz. Bu ovoz Qobiljon uchun. Bu ovoz boshqa bolalar o'lmasligi uchun.